Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahridan kelgan klientlarimizga Klassmarkant 65 press apparatini klientlarimizga baraka qildik. Bu klientlarimiz bizning Instagram sahifamizni Rossiyadan kuzatib xaridor bo'ldilar. Akalarimizga buyursin. Xudo xolasa Qashqadaryoda bu press apparatimiz bitta bo'ladi degan umiddaman. Kimga sifatli, original, O'zbekistonda ishlamagan press apparatlarimiz kerak bo'lsa, albatta bizga bog'laning. Sifatlisini albatta bizdan topasiz.